Assalomu alaykum. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik qizlarimiz va bo'lajak kelinlarimiz so'raydigan nejniy makiyaj qilib ko'rsatib beraman. Har doimgidek birinchi bo'lib yuzlarimizni tozalab olib va bazalarimizni surib tonalkaga tayyorlab olamiz yuzimizni. Bazadan keyin обязательно tonalka, korrektor, konsiler, jidkий rumyani surib yaxshilab yedirib olib, suxoy pudra bilan yuzimizni quritib olganimizdan keyin bronzator bilan yuzimizga suqilib beraveramiz. Bronzator har doim quloqni burchiga bo'ylab qancha teparoqdan chizib, teparoqdan расtushovка qilib bersanglar quloqga, shuncha lifting effekt berib yuzingiz qulasini tepaga ko'tarib beradi. Qancha pastroqdan chizib qo'ysanglar, shuncha yuzingiz naborat osilgan effekt berib qolishi mumkin bo'ladi. Shunaqa qilib ko'rgan bo'lsanglar, juda ham nejniy makiyaj qilishga harakat qildim. Hozirgi juda ham ko'p kelinlarimiz so'rayotgan makiyajlardan bittasi. Sizlarga qanaqa makiyajlar yoqadi? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar.